Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Navbatdagi avtomobilimiz Damas avtomobili. Bunda bo'layotgan muammo motoriga suv o'tib ketgan. Mana oqarib avtoga suv aralashgani turibdi. Buni golobkasini ko'tarib bitta video obzor qilamiz. Golobkamizni ham ko'tarib oldik. Bundagi aybi mana golobkani mana shu yeridan o'tib ketgan bo'lgan. Shu joydan suv haydab motorimizga suv o'tkazib borgan. Shunaqa muammo bo'lgan. Mana golobkamizni bir karatkasini sug'urib oldik. Mana o'tgan joyda. Damazimizni golobkasini joyiga o'rnatib oldik. Endi savolga chiqib ko'ramiz. Bismillah. Golobkasida muammo yo'q, faqat aybi golobka bir karatkani chiqaradi. Filtrdan chiqartiribdi. Shunga shunaqa xizmat bemalol oqiga chiqadi. Nomerlarni qoldiramiz.